Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqat kanal qatorchilari. Bugungi kunga juma 24-mart 2023 yili biz juma namozidan keyin keldik. Kurslar qanday bo'lib qoldi ekan? Sizlarga ma'lumot olib beramiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'ying. Hurmatli tuganlar. Shuni birga sizlarga tutgan o'rningizda qabul bo'lsin. O'zimizning atidan jana Muqat kanalining xizmatkorlarining atidan sizlarga tutgan o'rningizda meni qutlaymiz. Qabul bo'lsin demoqchimiz. Bolangizlar tinch omon bo'linglar. Biz hozir Kettik bankning yanında ko'rishamiz. Bizlar olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli tuganlar, biz hozir birinchilar Bakay Bank'a geldik. Bakay Bank'ta 87 so'm 42 tiyin dollar, 95 so'm euro, 1 so'm 14 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. Bir sal ko'tarilib qolibdir. 14 bo'lib qolibdi tuganlar. Hurmatli tuganlar, biz hozir Aziya Bank'a geldik. Aziya Bank'ta 87 so'm 40 tiyin dollar, 94 so'm 90 tiyin euro, 1 so'm 14 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar. Aziya Bank'ta shunday ekan, qarangizlar. Hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, biz hozir Doskredit Bank'a geldik. Doskredit Bank'ta 87 so'm 600 tiyin dollar, 94 so'm 50 tiyin 94 so'm 90 tiyin euro, 14 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. Bu yerda rubl shunday ekan. Hurmatli tuganlar, 87 so'm 42 tiyin dollar, 94 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 14 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar, Qirg'iziston Bank'ta qarangizlar. Hurmatli tuganlar, qarangizlar, 87 so'm 70 tiyin dollar, 4 so'm 13,5 tiyin rubl. Qozaq tengesini 13 tiyin, O'zbekistonning 0,75 tiyin. Qarangizlar, hurmatli tuganlar, birinchi valutchikda shunday ekan. Qolgan joqda ko'rasiz qanday ekan. Bu yerdagilar shunday ekan, qarangizlar, hurmatli tuganlar. O'zgarish yo'q, 1 so'm 13,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuganlar, dollar 87 so'm 60 tiyin. Qozaq tengesi 0,14 tiyin, O'zbekistonning 0,75 tiyin. Qarangizlar, hurmatli tuganlar. Hurmatli tuganlar, shunday muqat qo'shimcha kanal sizlarni qo'shsa, ta'minotchi bo'lgan bo'lsa, babit o'tgan o'rningizda Allohim qabul qilsin. Umidlar sanatlaringizni bersin, tilab o'tasiz. Qo'shimcha bo'lgan omon bo'lsa, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'lgan omon bo'linglar.